Selamlar. Bugün ben sizler bilen Siberius Clear. Bugün videoda da sizler bilen Minecraft ekanman. Olmaz takınca şu vakti yaşap olaman challenge'ini ikinci kısmını almaktayız. Ve bugün biz ne konuşacağız? Dostlar halim account açkanım yok. Keyin neyse bo'ladi hali video qo'yolmadim. Shuning uchun ikkinchi qismini olib qo'yyapman. Hozir video qo'ymasdan oldin kommentariyaga hech kim yozmaydi. Shuning uchun men nima qilaman? Shuning uchun men hozir o'zim challenge aytaman yoki qishloqidan so'rayman. Hozir qishloqidan so'rayman. Do'stlar qishloqqa yo'q ekan, ketgan ekan. Shuning uchun Siberiusdan so'raymiz. Do'stlar, bu Siberius bizni birinchi spawn joyimizda yotibdi. Uni qattiq topolmadim. Shuning uchun ancha yo'ldan yurib topolmadim. Hop. Salomlaşırsan Siberius. To'xtang. Düşüyoruz. Salomlaşmayacak mı? Salomlaş. Ha, salomlaş yaptı. Yana özellikle tutturayıcı yoz zarmakin to'xta, sen bana oldirog'im desan gapirsang bo'ladi-ku. Mayli, gapirmasang gapirma. Challenge? Qanaqa challenge? Challenge. To'g'ri, challenge berilgan do'stlar. Challenge. Yettita golemni o'ldir. 7 golem. Ha, mayli, challenge. Chiqib ketdingmi? Nega chiqding? Baribir nomini o'ynaymiz. Yangi videomda u o'ynaydi. Ya'ni men qarang. Aniq bugun yo 7 taga akkaunt ochaman va to'xtang. Bugun 13-iyun olyapman buni. 13-iyun yo 15-da ochaman akkaunt yoki 14-da ochaman akkaunt. Akkaunt ochgandan keyin esa videoda chiqadi va men yangi video olmoqchiman. Ikkita variant bor. Orolchi ko'rlar yoki Minecraft yoki orolchida 15 kun. Yo, 15 kun emas. Orolchida 3 oy. Yani 90 kun.
ekan. 256 GB sotadi ya. Yo'q, tushundim. Baza qurishimiz kerak. Baza. Demek bazaga resurslar yig'ishimiz kerak. Ha, bizda to'rtta temir bloki bor edi. Esdan ham chiqib ketgan, nima bor deb. Hop. Nima desa, to'rt uxlasa bo'ladi. Kechikdan yo'q. Hop. Bitta maqsadga oldim. Yapmam. Çevir iş. Madara olarak bir işi ve çevir. Nanıkanı çeviramız ve bir kitaplık taş verme için bunu yapıyoruz. Lakitte ve yana ikki hissalarına ana öyle bitti zaten bastı aldım. Bo'ldi, resurslarimiz. Endi daraxt chopib resurslar qilamiz. Men parametrlarni sizga biz o'zimiz qilganimiz yaxshi. Do'stlar, misol ayıp menda emas. Çünkü mayli do'stlar, o challenge'ni 3-qismda qilaman. Chunki hozir biz qilishimiz kerak, vaqtimiz yo'q. Shuning uchun hozir videoni to'xtataman, pauza qilaman. Ikkinchi, kanal nomi haqida men gapirib o'tdim. Kanal nomini Virus Creator qo'ydim. Chunki uni shaxsan Virus etdi. Virus etdi. Salvirius, men o'zimning kanalimda Salvirius deydi. Salvirius Clear. Ya'ni clear degan toza Salvirius deganida. Tozasi. Salvirius kanalda bu.
Hani 40 euro ama. Şurada var. Tamam. Şimdi burası. Hop, taraf dönelim. Dostlar biz bazı kursu göstermez. Hop. Gitmegeniga taraf. Hop. Ben bazı kursu devam edelim ve video hadi video pauza. Bitti. Hop. Narsalarni sandiqqa olacağım. Bana o gerek bo'lmadi. Gurbeyize denedim. Bunu lava gözü toplamında yaxshi bo'ladi. Biz kalkanı koyamiz. Hali ishlatilgani yo'q. Ishlataman. Hop. Şunu koyarız. Ben de çıkardım bir şey. Çıkardım. Ben de size şuna bak. Güzel yapamazsan like bu oyunu bastım. Komentarda yozib ketinglar. Birdan 10gacha baho bering. Agar 10 baho beradigan bo'lsalaring, 10 ball beradigan bo'lsalaring, like bosib qo'yinglar. Shundan men topib olaman. Agar birdan 100gacha baholaylar mayli. 100 beradiganlar obuna 50 dan baland beradiganlar obuna bo'lsin. 50 dan past beradiganlar like, 10dan 15 dan past beradiganlar esa kommentariyaga yozib ketsin. Hop. Do'stlar, ha aytgancha mana speed kontrolni o'chirib qo'ygandim. Qotadi-ku, qotganda ham noqulay bo'lib qolayotganda. Ularga qilganlar ekansiz. Shuning uchun hammaga xayr. Hammaga xayr do'stlar. Uxlayman. Tun bo'ldi, uxlash kerak. Hammaga xayr do'stlar.